Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jizzax Sonsa markazi o'sha mashhur o'yinni davom etayapti. Bugun Jizzax xorijdan Shohruz polvonimiz bilan Sardor polvonimiz kelgan. O'zaro bellashishga. Nurdin aka, biz haqimizdagi negativ videolarga fikringiz qanday? Biz haqimizdagi negativ video olgan akalarimizga ham, boshqalarga ham bizni vizitimiz shunday bo'ladiki, o'zgartirishlarimiz, yangiliklarimiz hozir e'lon qilamiz. Akalarimiz bir yorib ketadimi, kuyib ketadimi, o'zlari biladi. Chumchuq so'ysa ham, qassoba so'ysa, sartarosh akalarimiz o'z sochini olishdan boshqa ishni qilmagani ma'qul deb o'ylayman. 34 yillik choyxonamizga, kecha ochilgan choyxonalar vizitdan hali aqli yetmaydi. Kuchi ham yetmaydi, aqli ham yetmaydi. Hamma taraflama sportlashishimiz mumkin. Jizzax Sonsa markazida hamma polvonlarimizni kutib qolamiz. Aziz yurtdoshlarimiz, 16 daqiqaning ichida polvonimiz xohlasa o'yin shartlarini tanishtirib o'tamiz. Yutgan polvonlarimizga 500 ming so'm pul mukofoti bor. O'yin shartini o'zgartirdik, 400 ming so'mni 500 mingga ko'tardik. Plus kamarga bo'lgan bellashuvda 800 ming so'm pul berardik, kamar berardik. Endigi safar 1 million so'm pul mukofoti hamda kamarni qo'lga kiritishadi. Rekord uchun $100 pul mukofoti o'z o'rnida qoladi. Akalarimiz final uchun, 12 ta kamar uchun bellashuvga 5 million so'm pul qo'yiladi. Plus homilarimizga voucher beramiz. Televizor, kir yuvish mashinkasi, bitovoy texnikalar, blender deysizlar, soch quritgich deysizlar, duxovka deysizlar, pechka deysizlar, hamma narsani qo'yib beramiz. Finaldagi polvon akalarimiz uchun. Nurdin aka, akam. aka bu gapimiz chala qoldi. Homilalarimiz haqida ham aka negativ fikrlar bo'ldi-da. Homilarimiz haqida negativ fikrlar bergan akalarimiz, opalarimiz, ukalarimiz, singillarimiz yaxshilab eshitib olasizlar. Homilarimiz nechta bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa voucher qo'lga kiritgan polvonlarimiz 150% biz Jizzax Sonsa markazi garant beramiz. Homilarimiz o'zlari bergan voucherga 100% javob berishadi.